Assalomu alaykum. Bugungi mavzuimiz soliqlar va o'qituvchilar uchun soliq limitlari. Quyida O'zbekiston misolida amaldagi stavkalar, soliq imtiyozlarini qo'llash va ularning tartib va amaliyot tavsiflarini o'rganib chiqamiz. Bunga bizga rejamizda soliq tizimining asoslari, o'qituvchilar uchun muhim stavkalar, amaldagi soliq imtiyozlari, hujjatlar va murojaatlar tarkibi haqida qisqacha to'xtalib o'tilamiz. Nega bu mavzu muhim? Bazaviy stavkamiz 12%, xususan 2030-yilda xususiy bog'cha va maktablar uchun ayrim soliq imtiyozlari mavjud. Ulardan 7,5% chekka hududlardagi o'quv markazlari o'qituvchilari uchun e'lon qilingan foiz stavkasi, pasaytirilgan imtiyozli foiz stavkasi. O'qituvchilar uchun rasmiy ish ishlasa, ushlab qolinadigan daromad solig'i va ish beruvchi ijtimoiy soliq solig'i darhol ahamiyat kasb etadi. Imtiyozlar ayniqsa soliq xususiy ta'lim va xorijiy mutaxassislarni jalb qilish va qayta tayyorlash xarajatlarida seziladi. Soliq yengilliklari ish haqi qo'ldan qo'lga tegadigan summasini oshirish va ta'lim tashkilotlari xarajatlarini kamaytirish mumkin. Keyingisida soliq nima va ta'lim sohasi bilan bog'liqligi. Soliq nima va ta'lim sohasiga bog'liqligi. Soliq va davlat tomonidan qonun asosida undiriladigan majburiy to'lov bo'lib, ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma va ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish manbalaridan biridir. Jismoniy shaxslardan ish haqi va daromadlari va ish haqi va boshqa daromadlardan olinadigan soliqlar, yuridik shaxslardan foyda, asosan qo'shilgan qiymat solig'i va boshqalar. Ta'lim sektorlarida maktab, bog'cha, o'quv markazlari, oliy ta'lim muassasalari imtiyozlari bu soliqdan ozod etish, pasaytirilgan stavka yoki chegirmalardan iborat bo'lishi mumkin. Keyingi slaydimizda ko'rib o'tishimiz mumkin. O'qituvchilar uchun eng muhim soliqlar. Xodimlarning ish haqidan ushlab qolinadigan soliqlar. O'qituvchilar uchun asosiy soliq, ijtimoiy soliq bu odatda ish beruvchi to'laydi. Ularning ish beruvchi xarajatlariga ta'sir qiladi. Aylanmalardan olinadigan soliqlar ta'lim tashkilotlari rejimiga bog'liq xususiy maktab va markazlar uchun muhim. Qo'shilgan qiymat solig'i nima? Qo'shilgan qiymat solig'i har doim o'qituvchilar uchun olinmaydi. Bu ta'lim tizimidagi importdagi ayrim imtiyozlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa bir davlatdan ma'lum bir mamlakatga ta'lim berish uchun, mehnat faoliyati uchun kelgan shaxslar shular jumlasidandir. Xo'sh, keyingisida bazaviy stavkalar, odatiy holatdagi soliq yuklanmasi. Odatiy holatda 12%. Xodimlarning soliq solinadigan daromaddan ushlab qolinadigan soliq stavkasi. Ijtimoiy soliq 12%, odatda ish beruvchi zimmasidagi to'lov. Ayrim ta'lim subyektlari va toifalari uchun imtiyoz bo'lsa, real yuklama pasayadi. Ya'ni foizdan imtiyozli bo'ladi. 7,5% bo'lishi mumkin. Xo'sh, pedagoglar uchun asosiy imtiyozlar xaritasi. Bunda ko'rib o'tishimiz mumkin. Birinchi yo'nalishda 2030-yilgacha barcha soliqlardan, ya'ni ijtimoiy soliqlardan tashqari ozod etiladi. 7,5% bo'lishi mumkin. Ikkinchi yo'nalishimizda xorijiy o'qituvchilar, xususiy bog'cha va maktablardagi hamda uning ijtimoiy soliqqa oid yengilliklar. Uchinchi yo'nalishda 1% soliq, ijtimoiy soliq va 7,5% PIT haqidagi e'lon qilingan qo'llashi mumkin. Ta'lim uchun to'lov, ya'ni oliy ta'lim kontraktlarini 12%gacha qaytarilish mexanizmi tashkil etilgan. Xususiy bog'cha va maktablar uchun katta yengilliklar bor. Ularning asosiy mazmuni nodavlat maktabgacha va o'rta ta'lim tashkilotlari 2025-yil 1-yanvardan 2030-yil 1-yanvargacha barcha soliq yig'imlari va ijtimoiy soliq bundan mustasno ozod etiladi. Bu ijtimoiy xususiy ta'lim biznesining xarajatlari kamayishi, ko'proq resurslarni o'quv sifati va infratuzilmaga yo'naltirishga yordam beradi. Jumladan, xorijiy o'qituvchilar uchun alohida rag'bat bu nima beradi? Ya'ni 0% yoki ozod etish prinsipi. Soliqdan umuman ozod etish. Ijtimoiy soliq ish beruvchiga yengillik. Xorijiy pedagog mehnatiga bog'liq bo'lgan xarajatlar. Maqsadi ta'lim va til mutaxassislarini jalb etish. Ta'lim sifatini oshiradi. Buni qanaqa maqsad bilan? Ta'lim sifatini oshiradi va xalqaro raqobatdosh xodimlarni o'ziga jalb etadi.
Keyingi slaydimizda ko'rib o'tishimiz mumkin. Olis hududdagi o'quv markazlari uchun pasaytirilgan yuklama, ya'ni pasaytirilgan stavka bo'lishi mumkin. Ijtimoiy soliq 1% tashkil etyapti, daromad solig'i 7,5% o'qituvchilar uchun. Amaliy ta'sirida 12% o'rniga pasaytirilgan yuklama chekka hududdagi markaz ochish pedagogni ushlab qolishga rag'batlantiriladi, ya'ni o'zida saqlab qoladi. Xo'sh, keyingi slaydimizda ta'lim uchun to'lovdan 12%gacha 12%gacha qaytarish. Bu degani kim foydalanishi mumkin? O'zi oliy ta'lim kontraktiga to'lagan rasmiy daromadga ega shaxs, farzandi yoki turmush o'rtog'i ta'lim uchun to'langan kredit kontrakt summasi bo'lishi mumkin. Ta'lim muassasasi bo'lib o'tishi mumkin to'lovlar xarajatlariga mos kelishi. Unda quyidagi formulamiz ham bor. Qaytarilgan summa teng bo'lyapti to'langan kontrakt ko'paytirilgan 12%, ya'ni ushlab qolingan PIT summasidan ortiq bo'lmaydi. Masalan 25 quyida keltirib o'tilgan, masalan 25 million so'm kontrakt uchun nazariy qaytim 3 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Keyingi slaydimizda ko'rib o'tishimiz mumkin, qaysi toifa va qaysi imtiyozdan foydalanadi. Oddiy o'qituvchi uchun 12%, xorijiy o'qituvchi uchun ozod etilyapti bu xorijdan kelgani uchun. Chekka hududdagi o'quv markazi uchun 7,5%. Ijtimoiy soliq 1% tashkil etyapti. Kontrakt to'lagan pedagoglar qaytim mumkin keltirib o'tilgan, bundan 12% qaytarib beriladi. Xo'sh. Keyingisida amaliy hisob-kitob. Odatiy o'qituvchi brutto oylikdan misol keltirib o'tilgan bo'lsak 8 million so'm oylik, undan ushlab qolinadigan summa 960 ming so'm, qo'lga tegishli bo'lyapti 740 ming so'm. Bundan 12% ushlab qolingan taqdirda shunaqa hisoblanadi. Farqi, ya'ni 7,5% stavka qo'llansa PIT 600 ming so'm farqlayapti. Bundagi farq 360 ming so'm tejab qolinyapti. Ya'ni aholiga, pedagogga foyda bo'lib qolyapti. Holat B holatga qarasak, chekka hududdagi o'quv markaz o'qituvchisi PIT oladigan bo'lsa 8 million so'm oylik olyapti. Undan PIT ushlab qolingan summa 7,5%, ya'ni 600 ming so'm soliq ushlab qolinyapti. Qo'lga tegishi 7 million 400 ming so'm qo'lga tegyapti. Imtiyozdan foydalanish yo'li: hujjatlarni tayyorlash, ta'lim yo'lini tanlash, tegishli bo'limga yuborish, qayta hisob-kitob. Ya'ni hujjatni qanday tayyorlanish, shartnoma, to'lov kvitansiyasi, ish haqi ma'lumoti, ish beruvchi buxgalteriya yoki yillik deklaratsiyasiga keltirib o'tiladi. Tegishli bo'limga yuborish MyGov.uz, MySoliq.uzga yoki ish joyiga to'g'ridan-to'g'ri yuborish mumkin. Qayta hisob-kitob tasdiqlansa, soliq qayta hisoblanadi yoki ortiqcha summa qaytariladi. Kerakli hujjatlar: kontrakt shartnoma, ta'lim muassasalarining talabgor ma'lumotlari aniq bo'lishi kerak. Ikkinchidan to'lov hujjati, kvitansiya, ya'ni daromad ma'lumoti, PIT haqiqatda ushlab qolinganligi ko'rsatiladi. Qarindoshlik hujjati, farzand yoki turmush o'rtog'i uchun to'lovda kerak bo'lishi mumkin. Raqobatli raqamli platformalar: MyGov.uz, yillik deklaratsiyani yuborish, ortiqcha PITni qaytimlarni so'rash. Ikkinchi kanalimizda MySoliq.uz, elektron imzo yoki chuqurroq soliq funksiyasidan foydalanish. Ish beruvchi buxgalteriyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri joriy yil uchun darhol chegirma qo'llash uchun eng tez yo'l to'g'ridan-to'g'ri yaratilishi. Quyidagi slaydimizda ko'rib o'tishimiz mumkin. Eng ko'p uchraydigan holatlar: to'lovchi va ariza beruvchi mos emas. Ya'ni bunda shartnoma va kvitansiya ism familiyasi boshqa bo'lsa, rad etilishi mumkin. PIT ushlab qolinmagan, rasmiy daromad bo'lmasa, qaytarishga asos bo'lmaydi. Noto'g'ri davr: faqat hisob yiliga to'langan summa deklaratsiyaga qabul qilinadi. Tasdiqlovchi hujjat yetarli emas, faqat kontraktning o'zi ko'plab holatda kifoya etilmaydi. Quyida tavsiyalarimiz bor: shaxsiy chek-list yoki tashkilot chek-listi.
rasmiy mehnat shartnomasini ishlash va ish haqi